Hurmatli uy bekalari, uyda o'tirib pul topish, mana bunday tovuqlardan agar 10 ta kulangingiz bo'lsa, hozirgi sharoitda, mana fevral oyi yaqinlashyapti. Tovuqni sezoni boshlanyapti kurk bo'lish. 10 ta yaxshi makyan kulangi, bitta yaxshi xo'rozingiz bo'lsa, tuxumidan sotib yaxshi foyda ko'rsangiz bo'ladi. Tovuqlarni kurk qilish uchun tuxum har kun tug'ish kerak. Tuqqan tovuqgina kurk bo'ladi. U uchun bizlar yaxshi ovqatlantirishimiz kerak. Qizil lablagi, qizil sabzi, eski jigarlar, qurtlagan go'shtlar, qurtlar, iloji bo'lsa eski go'shtlarni qurtlatib bering. Har xil donlarni o'stirib bering, ko'klatib. Undan tuqqan tovuqni joyiga tuxumiga teginmang iloji bo'lsa. Ya boshqa tovuqni tuxumidan qo'yib qo'ying. Uni ustida tovuq bemalol yotsin, onalik instinti yaxshi rivojlanadi va ertaroq kurk bo'lib yotadi. Tovuqni tuqqandan haydab yuborib tuxumini olish kerak emas. Oddiy patak tovuq tuxumini bo'lsa ham qo'yib qo'yish kerak. U yerga tovuq yotib, onalik instinti rivojlanadi va ertaroq kurk bo'lib yotadi. Obuna bo'ling, like bosing.